Bolalar. Ko'tarib qo'ying uni anaqasini. Pasagan yo gazdas qoldimi? Gazoz qo'ygan. Melisami? Ko'p eshitilyapti-la. Hajar opa. Sal Oqanchoqqa jim turing. Tushyapti? Tushmayapti. bo'ldi opa. Yonib qolish kerak. Tushmayapti-yamu. Sabr qilish. Nur aka ikkita bo'lganda bittasi tushib qolganmi? Ishontirmanglar. Ko'tararmikan bu? Sekin qo'yaveringlar. Qog'ozni yondirib qo'yaman. Pastroq tushinglar. Qorayib qoldi qog'oz. Mana bunday qilib o'tkazib qo'yib yuborlar. O'g'loydan to'g'ri fikrlar chiqadi. Mana ishadi. Ko'taraverlarmikan? Tushmaganmi? O'tgan safargisi biroq bo'lsa Uchib ketdimi? uzoq qo'yishdi. Birak. Hali uni o'ylmaydi, soatlab yonaveradi. Yo'q, Yonayotganicha. Sekin qo'yaveringlar. ko'tarmayapti hali. Uy, siqat ketdik. Yo'q, hali bor ekan. Qimillayapti shamolga. Sekin qo'yaveringlar. Puflab qo'ying, bitta puflab qo'ying. Ey! O'g'loy mana tomondan satorkan. O'sha chekasi duklan qolyapti. O'g'loyni bo'yi yetmayapti. Paka. No, pastroq. Ko'taril. Ko'tar. Umida xafa bo'lib kirib ketdi. Tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqing.